Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Demak, bu safargi qismda biz o'tgan galgi videolarda hujjatlar qismini to'liq o'rganib chiqdik. Keyingi qismda kontragent hisobotini ko'rib chiqsak. Demak, bu joyda investor hisoboti bor. Bunga hozircha e'tibor qaratmay turamiz. Mijozning to'lov muddati degan bo'limimiz bor. Ushbu joyga kirib, mijozning to'lov muddatini belgilab qo'yishimiz mumkin va ushbu joyda o'sha belgilangan muddatlar chiqib turadi. Masalan, mijozimizni tanlaymiz, to'lov muddatini belgilab qo'yamiz. Masalan, 28-kuniga saqlash tugmasini bosadigan bo'lsak, bu joyda to'lov muddatlari chiqib turadi. Endi hozirda qarzini o'lsam, qarzini ham ko'rsatib turadi ayni vaqtdagi. Agar u bu qarzga tovar beradigan bo'lsak, undan keyingi holatda. Va bu joyda necha kun qolganini ham ko'rsatib turadi. Qidiruv oynasi mavjud. Mijozlarni qidirishimiz uchun, erkin topib olishimiz uchun va bu joyda izoh qo'shishimiz ham mumkin ekan mijozimiz uchun. Xo'sh, keyingi qismi ta'minotchi tovar aylanmasi. Demak, bu joyda ta'minotchi bilan bo'lgan tovar kirim-chiqimlar turadi. Masalan, Pepsi firmasiga keladigan bo'lsak, 516 ming so'mlik tovar oldik va undan hech qanday qaytarmalar bo'lmagan tovardan o'sha 516 ming so'mlik kelgan tovari bizda turibdi. O'sha holat. Mana bu joyda faol ishlab turibmiz. Mijoz bilan oxirgi oyda obrot qilganmizmi, qilmaganmizmi, o'sha holat chiqib turadi bu joyda. Oxirgi oyda obrot qilgan uchun faol holatda turibdi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, Fanta. O'tgan galgi videoda Fanta firmasiga biz mahsulotlarini bir qanchasini qaytarib yuborgandik. Summasi 107 ming so'mlik bo'lgan ekan. Demak, undan 516 ming so'mlik tovarimiz kirgan, undan 107 ming so'm qaytarma sifatida chiqib ketyapti, ya'ni ta'minotchining o'ziga chiqib ketyapti tovar. Undan 408 ming so'm bizda qolyapti anaqa Fanta firmasi bilan. Buni yana ham aniqroq tushunishimiz uchun bu joyda ta'minotchi akt sverkasi degan bo'limimiz mavjud. Bu joyga kiradigan bo'lsak, bizda ta'minotchilar bilan oldi bedlarni aniq qilib chiqarib beradi. Bu joydan Fanta firmasini tanlaymiz. Hozirgi kirim-chiqimni aniqroq ko'rish uchun. Bu joyda qaraydigan bo'lsak, 24.06.2026 da 516 ming so'mlik tovar bizga kirgan ekan. O'sha ta'minotchimizdan va 26.06 ayni bugun 107 ming so'mlik tovar chiqarib yuborilgan. Ustiga bosadigan bo'lsak, bu joyda chiqimni ham, kirimni ham aniq qilib ko'rsatib beradi. Sanasi tovar qaytarishi bo'lgan. Bu joyga bosadigan bo'lsak, bizda kirim qismiga olib o'tadi bizni. Ya'ni nimalar kiritganimizni aniqroq bilish uchun. Har bir tovardan 24 tadan kelgan, bu joyda summalari hammasi bu joyda chiqib turibdi. Xo'sh, ta'minotchiga tovar qaytarish qismiga qani? Aksverkaga qaytib olamiz. Bu joyda oldi berdilarni PDF holatda ham yuklab olishimiz mumkin. Tepa qismida aniq bitta muddat tanlashimiz mumkin. Default holatda 1 oylik oldi berdilarni chiqarib turadi bizga. Keyin yuklab ko'rsatib ko'raman mana. Bizda yuklab olindi. Bu joyda ko'rgan jadvalimiz, qani dasturga o'tib olaylik. Bu joyda ko'rgan jadvalimiz xuddi hozirgi yuklangan faylda ham chiqib turibdi mana. Ko'rib turganingizdek. Xo'sh, demak, keyingi qismi ta'minotchi hisobotiga. Bu joyda umumiy ta'minotchilarni chiqarib turadi. Qancha qarzimiz bor, qancha haqqimiz bor. Bu joydan uni o'zgartirishimiz mumkin ta'minotchini. Telefon raqam, Telegram ID'larni keyin ko'rib chiqamiz. Bu bizga oldi berdilarni ta'minotchiga Telegram orqali yuborib turishga yordam beradi, botimiz orqali. Bu joyda sverkasi, bu joyda ta'minotchini o'chirib yuborishimiz mumkin. Bu xavfli narsa, ta'minotchini imkon boricha o'chirmaslikka harakat qilish kerak. Xo'sh, demak, bugungi videoda shu ta'minotchi bilan oldi bedlarni ko'rib chiqdik. Endi keyingi galgi qismlarda xaridorlar obrotini ko'rib chiqamiz va xaridorlar hisobotini. Demak, xaridor bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal qilish uchun keyingi videoni ko'rishingiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat.